Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. Diqqat qiling, kino aktrisasi xonanda Zuhra Soliyeva haqida hozirgina shoshilinch muhim xabar e'lon qilindi. Batafsil videoni oxirigacha tomosha qilsangiz bilib olasiz. Do'stlar, videoni ko'rish davomida ushbu videoga like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Kino aktrisasi xonanda Zuhra Soliyeva darakchiga intervyu berdi. Suhbat davomida aktrisa Instagramga urg'u qaratayotgani sababli shaxsiy hayotida noto'g'ri tanlov qilgani hamda farzandsizlik azobi haqida gapirdi. Zuhra Soliyeva hozirda filmlarda emas, to'y xizmatlarida va Instagramda ko'proq ko'rinish berayotganining sababi nimada? Hozir hamma Instagram ko'ryapti, oldingidek kinolar suratga olinmayapti. Olinsa ham soni kam. Bundan tashqari, kino rejissyorlarining o'z artistlar jamoasi bo'ladi. Bir kun aktrisa Zebiniso: Zuhra opa, siz rad qilgan rolingizni menga berishgan edi. O'sha serialda rol o'ynashga qiynaldim. Jamoa bilan tortishib qoldim. Bolam kasal bo'lib qoldi. Xuddi sizning rolingizni olib qo'ygandek dilingizni og'ritib qo'ymadimmi deb uzr so'ragan edi. Ko'pincha syomkalarga taklif qilishda aktrisaning tankasi borligiga ham qarashadi. Lekin men hech qachon nega meni emas boshqani oldi, u mendan ko'p chiqyapti, men qolib ketyapman deb xavotirga tushmayman. Boshqalarga o'xshab meni chaqirishsin, ayting deb birovlarga iltimos qilmayman, sababi tankam ham yo'q, deydi Zuhra Soliyeva. Aktrisa qaysi ishidan afsuslanadi? Yoqtirgan insonim bor edi, keyin meni unga yomonlashdi. Hamma biladi, farzandim yo'q. Yashab turgan ayol borki, ona bo'lishni xohlaydi. Bir insonga men ham farzandli bo'lishni istayman. Bolali ayollarni ko'rsam o'ksinaman. Ko'z oldimga qancha qiyinchiliklardan o'tib, lekin bunga erisha olmaganim keladi deya dardimni aytganimda, u yoqtirgan insonimga Zuhra yolg'ondan yig'laydi, bolalarni yomon ko'radi deb aytishgan. Bunchalik ikkiyuzlamachi bo'lish uchun qanday odam bo'lish kerak? Yaxshi odam birovga tuhmat qilib o'zidan qo'shib gapirmaydi, deydi Zuhra Soliyeva. Zuhra Soliyeva oila qurishni, farzand ko'rishi kechikayotgani haqida nima deydi? Oila qurishim, farzandli bo'lishim kechikayotganining sababi noto'g'ri inson tanlaganimda deb bilaman. Eng katta xatoyim o'sha noto'g'ri insonga ishonganim, xatolarini kechirganim, bitta farzandli bo'lib olay, qolgani yaxshi bo'lib ketar deb chidaganimda. Hozirgi yoshlarga qoyil qolaman. Ularga yomon munosabat qilinsa, shu joyda to'xtatib nuqta qo'yib ketadi. Men hamma narsaga ko'z yumsam-da, xohlaganimga erisha olmadim. Qadr ham topmadim. Shuning uchun chidash har doim ham eng to'g'ri yechim deb maslahat berib bo'lmaydi, deydi aktrisa sobiq turmush o'rtog'i bilan munosabatlari haqida deyilgan xabarda.